Assalomu alaykum hammaga. Biz yangi devor mebel Namangan shahari o'zida go'zalda biz. Xo'p, joyimiz razmeri 3,5 metrga, balandlik ham taxminan 3,5 metr. Biz buni 270 balandlikdagi joyga devor mebel tayyorlaymiz. Sekin ko'rsatib boradi. Mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Xo'p, bir chekka polka, yonida jenskiy garderob, keyin musko garderob, eng chekkada ko'rpachalar taxlash uchun, yana taxmon sifatida foydalanish uchun. Tepasida hammasida antresol. Polkasi bir xil eng tepadagi polkalari tayyor bo'lib qoldi. Ko'rsatib boraveramiz. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Dub ostona laminat matvizdan tayyorladik. Xo'p, Namangan shahari o'zida tepada konditsioner qoldi. Uyi baland 275 joyga tayyorladik. O'sha eng oxirgi full variantida. Pastda g'aladorlari bor. Muskoy, jenskiy, polkali ko'rpachalarga keyin taxmonli joyi. Xo'p, narxi 7,8 million so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz.